Hozirgina dunyodagi eng sovuq shaharga qo'ndik. Tashqaridagi havo harorati -40 dan past, tasavvur -40. Mana buni haroratlarni faqat samolyot 11 kilometr balandlikda stratosferada uchgandagina eshitganman. Lekin bu shahar aholisi uchun hattoki -60 har kunga hayot. Yakutsk yer yuzidagi eng ayovsiz maskan. O'tda sovuq suyaklaringizga singib boradi. Ochiq qolgan teringiz xuddi minglab ignalar sanchigandek og'rib, har bir nafasingiz muz kristallarga aylanadi. Bu joyda qish emas, balki muzlik saltanat hukm suradi. Chunki yer ostida bir necha kilometr chuqurlikka cho'zilgan abadiy muzlik yotibdi. Bugun siz bilan parallel olamga sho'ng'ib, imkonsiz tuyulgan sharoitda kimnidir har kungi hayoti, ilojsiz tuyulgan ishlar bo'lsa, kimnidir har kungi mehnatligini ko'rsatib beramiz. Saxa Respublikasi. Sharqiy Sibiriya yuragida joylashgan bu shahar eng izolyatsiyalangan, ya'ni tashqi dunyodan uzilib qolgan maskanlardan biri. Qishda bo'tga faqat havo orqali yoki muzlagan Lena daryosi ustidan avtomobilda borish mumkin. -40. Hayotimdagi birinchi -40. Burnimni ichi muzlash boshlayapti. Hozir atrofini yopmasam bo'lmaydi, chunki nafas olish qiyinlashyapti. Chuqur nafas ololmayapman, chunki chuqur nafas olishim bilan o'pkam achishni boshlayapti. Burnimni ichki devori bir-biriga yopishib qoladi deyaptimi yoki shunaqa hissiyot bo'lyapti. Xuddi kurtkamning ichidan teshib borayotgandek bo'lyapti, qanaqadir. -40 darajadan past haroratda badaningizni ochiq qolgan qismi 30 soniyadan keyin muzlash emas, balki yonishni boshlaydi. 10 daqiqadan keyin bo'lsa organizm ichidan muzlash xavfi bor. Avval teri qizaradi, keyin oqaradi, so'ng qorayadi va oxir-oqibat nekroz tufayli amputatsiya qilinishi shart bo'ladi. Agar ekstremal sovuqqa o'rganmagan odam Yakutskka kelib og'iz yoki burun orqali himoyasiz nafas olsa, u tomoq shilliq qavati kuyib, o'pkani sovuq urishiga duch kelishi mumkin. Chunki nafas olayotgandagi havo o'pkaga yetib borguncha ilishga shunchaki ulgurmaydi. Bunaqa ekstremal haroratlarga boshqa davlatdan to'liq tayyorlanib borish imkonsiz, chunki bunaqa iqlim dunyodagi hech qaysi inson zoti yashaydigan yirik shaharlarda umuman uchramaydi. Bizda Toshkentdagi eng katta ixtisoslashgan do'konlardan hattoki -30 daraja sovuqqa chidamli kurtka topa olmadik. Va bu normal holat. Bizda bunga talab yo'q. Yakutskliklarning bitta gapi bor. Ekstremal sovuqda qalin kiyinish emas, balki qavat-qavat kiyinish muhimroq. Shu sababli o'zimizdan faqat termal ich kiyim, jun paypoq, bosh kiyim va qo'lqoplarni olib, kombinezon, kurtka va oyoq kiyimlarni dunyodagi eng sovuq shaharni o'zidan ijaraga olishga qaror qildik. O'tdagi maxsus kurtkalarda hattoki chidamlilik darajasi ko'rsatilgan bo'ladi. Menimcha vesimga yana taxminan 20 kilogramm qo'shildi-yu. Ustimda yana bitta odam bordek his qilaman. Ba'zida inson qanchalik moslashuvchan mavjudotligiga qoyil qolaman ochig'i. Aslida Sovet ittifoqi davrida bu unutilgan o'lkaga faqat jinoyatchi-yu siyosiy mahbuslarni mehnat lagerlarida ishlash uchun surgun qilishgan. Hozir bo'lsa bir qarashda yashash uchun umuman yaroqsiz tuyulgan bu joyda 380 ming inson hayot kechiradi. Yakutskda qayd qilingan eng past harorat -64.4 daraja. Bu Mars sayyorasidagi o'rtacha harorat bilan teng degani. Havo shu darajada quruqki, qor xuddi tuproqqa o'xshaydi. Avtomobilda chiqarayotgan gaz va tutun aralashmasi bo'lsa, yo'llarda ko'rish imkoniyatini juda qiyinlashtiradi. Bu rostdan ham Yerdagi Mars. Qishda shahar 90% vaqt shunaqa tumanli, lekin agar bizga o'xshab omadingiz kelsa, mana bunaqa tiniq va chiroyli havoga ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Bunaqa ekstremal haroratda qaynab turgan suv 1 soniyada muz kristallarga, 5 daqiqa ochiq havoda qolgan banan bo'lsa, toshga aylanadi. Do'konda sotiladigan lapshalardan mana bunaqa art installyatsiyalar tayyorlasa bo'ladi.
Eshitishimcha, bu yerda odamlar ko'p ichishar ekan. Ha, bor gap. Bunaqa holatlarni juda ko'p uchratish mumkin. Misol uchun, ba'zilar mast ahvolda ko'chada uxlab qolishadi. Va bo'ldi. Bunaqa vaziyatda ko'p vaqt kerak emas. Ular qaytib uyg'onmaslik uchun 2-3 soat kifoya. U inson narigi dunyoga ravona bo'lganini ham tushunmay qoladi. Lekin hattoki bu havoyi ham bolalarga ko'chada o'rtoqlari bilan maza qilib o'ynamaslik uchun yetarlicha bahona emas. Daqiqa oldin 70% quvvati bor edi. Bunaqa haroratda texnikalar maksimum 15 daqiqa ishlashi mumkin. Kamera 5 daqiqa ishlagandan keyin bo'lsa nima o'tganingizni o'zingiz tushunmaysiz. Shuning uchun har 10-15 daqiqada mashinaga o'tirib, isinib suratga olishimizga to'g'ri keldi. Ana butunlay muzladi kamera. Yax. Umuman yaqinroq yonmaydi bu. Qish bo'tda har xil, yiliga qarab 5 oydan 7 oygacha davom etishi mumkin va mana shu vaqt mobaynida mashinalar umuman o'chmaydi, tasavvur qilasizlarmi? Hattoki bunaqa qalin 2-3 qavatli tent tagida turgan mashinalar ham hozir yoqib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Chunki agar mashinani o'chiradigan bo'lsa, mashinani hattoki moyi ham muzlab qoladi va u shunchaki endi ishlamaydi yoki yozgacha kutish kerak bo'ladi. Ba'zi mashinalar bo'lsa yozda ham ishlamaydi chunki motori buzilgan bo'ladi. Shuning uchun bu tigi mashinalar 24 ga 7 yoqib o'tiradi. Mashina ostiga yoqadigan bunaqa maxsus tentlarni portativ garaj deyishar ekan va uni nomi Natasha ekan. Umuman kutmagan edim bunaqa nom eshitishni, lekin Natasha deb nomlashgan. Nimagaligini hech kim aytib bermayapti. Eng qizig'ini aytaymi? Mana shu Natashani o'ylab topgan inson Olga Kim Toshkentda tug'ilgan ekan. Tasavvur qilasizlarmi? Toshkentda tug'ilgan inson Ulan-Udayda 2010-yilda Natashani o'ylab topdi va o'shandan boshlab u seriyali ishlab chiqarishga berilyapti va Yakutiya aholisiga ancha qulaylik paydo bo'lyapti. Ya'ni mahalliy aholining aytishi bo'yicha 2010-yildan oldin ancha mashina kam bo'lgan ekan ko'chada. Aynan Natasha nomli portativ garaj o'ylab topilgandan keyin mashinalar soni keskin ravishda ko'payib ketgan. Natashani ekspluatatsiya qilish anchagina vaqt, mehnat va bagajnikda joy talab qiladi. -40, -50 daraja sovuqda avtomobil shinasi deformatsiyaga uchraydi deb eshitdim. Ha, kvadrat shakliga kelib qoladi. Va yurishni boshlaganida dik degan ovoz chiqadi. Avtomobillar qanaqa isitilishi bu alohida mavzu. E'tibor beringlar. Dvigateli ustiga maxsus yungli material solib qo'yishadi va bu hech qanaqa yonadigan, kuyadigan material emas. Mana shu material dvigatelni issiqda saqlaydi. E'tibor bersanglar, radiatorda ham 2 qavatli qalin material va meni juda ham hayron qoldirgan narsa, oldi oyna ikkita qo'yilar ekan. Ya'ni lobovoy steklo deymiz-ku, o'sha ikkita qo'yilar ekan. Atrofdagi oynalarning ustiga bo'lsa PET plyonka yopib chiqishar ekan. Здравствуйте. Jamshid. Приятно познакомиться. Mana bizani dron operatorimiz. Avtomobil garajda turganda o'chirsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Ha, lekin baribir avtomatik tarzda o't oldirish funksiyasi doim yoq holatda bo'ladi. Mashinalar hattoki garajlarda ham to'liq o'chirilmaydi. Ya'ni avtozapusk funksiyasi yoqiladi. Mashinaning harorati -6 ga tushganda mashina o'zi avtomatik tarzda yoqiladi va ozgina sovigandan keyin yana o'chadi, yana -6 ga tushganda yana yoqiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hattoki garajlarda to'liq o'chirilmaydi mashinalar. Faqat shunaqa qilibgina mashinani ekspluatatsiya qilish mumkin, boshqachasiga umuman iloji yo'q. Va bu yerga garajlarning arendasi, ijara haqqi uylarning ijara haqqi bilan deyarli teng. Misol uchun o'rtacha uylarni aytishyapti bizga $350 arendasi, garajlar $250-300 gacha borar ekan.
Bunaqasini haqiqatan birinchi marta ko'rishim, mashinani yon oynalariga bokovoy stiklo deymiz, o'shanga kichkina qora lentalar yopishtirib qo'yishgan. Mashina harakatlangan paytda u lenta yon oynani bunday urib pastga tozalaganday bo'lib turibdi-da. Ya'ni yaxlab, bu yerda muz kristallari hosil bo'lmasligi uchun o'ylab topilgan. Yakutli avtomobil doim soz ishlashiga bekorga bunaqa katta e'tibor berishmaydi. Chunki o'zaro yo'lga chiqqaningizda mashinangiz buzilib qolishi bu muzlab o'lish bilan teng. Axir shahardan ozgina tashqariga chiqsangiz, na aholi punktlari, na aloqa bor. Trassada qishloqqa ketayotgandik. Yo'lda mashinamiz buzilib qoldi. Yonilg'i nasosi muzlab qolgan ekan. Endi tasavvur qiling. Tashqarida 50 daraja sovuq. Ustiga ustak akkumulyator ham o'tirib qolgan. Yukxonadagi kartoshkalar tarashaday qotgan va eng qo'rqinchlisi, mashinada bolalar bor edi. Men yordam so'rash uchun yugurib trassaga chiqdim. Aksiga olib, mashinalar deyarli yo'q. O'tayotganlar ham to'xtay demaydi. Endi ularni ham tushunaman. Bizda yo'lda har xil noxush holatlar bo'lib turadi. Shuning uchun hamma ehtiyotkor bo'lib qolgan. Ichimdan o'tayotgan xayol, hozir yo g'ildiraklarni yechib yoqamiz, yo shu yerni o'zida muzlab o'lamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Hech qanday aloqa yo'q. Eng yaqin aholi punkti esa bir necha kilometr uzoqda. U yerga bu sovuqda piyoda yetib borish deyarli imkonsiz. Oxirgi umid bilan yo'lni qoq o'rtasida qo'llarimni ikki tarafga yoyib turib oldim va shu paytda uzoqda faralar ko'rindi. Bu katta fura edi. Yaxshiyamki u to'xtadi. Uni oldiga yugurib borib, mashinada bolalar borligini aytganimda, u tezda bizga yordam berishga tushdi va avtomobilimizni pritsepga oldi. Ayollar va bolalar fura kabinasiga o'tirdik. Erkaklar esa muzlagan avtomobil rulida qolishdi. Agar hozir o'sha inson meni ko'rayotgan bo'lsa, balki bu voqea uning yodiga tushar. Men undan juda ham minnatdorligimni bildirmoqchiman. Derazalarda paketga ilingan mahsulotlarni ko'rish ham bu yerda odatiy hol. Chunki ko'cha muzlatgichdan sovuq. Solishtirish uchun muzlatgichda maksimal harorat -20 bo'ladi. Yakutskda bo'lsa bugun -41. Yakutlar muzlatgichda isinishadi degan hazilni endi tushundim menimcha. Lekin Yoqutistonda bunaqa ekstremal iqlimga nafaqat insonlar, balki ba'zi mavjudotlar ham adaptatsiya qilishgan. Uzun va qalin yungli bu yakut otlari -50 darajadan past haroratlarda ham bemalol ochiq havoda hayot kechirishadi. Eng qizig'i, yemni ham o'zligi 60 santimetrgacha bo'lgan qor ostidan topib oziqlanishadi. Yakut otlari beradigan sut va go'sht mahsulotlari mahalliy aholi ratsionini sezilarli qismiga aylangan. Butun respublika hududida yer ostida abadiy muzliklar bor va ular hech qachon erimaydi. Hattoki yoz faslida ham, yoz o'zi qisqa bo'ladi, bor yo'g'i 2 oy, lekin o'shanda ham havo harorati +30 darajaga ko'tarilgan taqdirda ham yer osti 1 kilometrgacha bo'lgan joy hech qachon erimaydi. Mana hozir biz abadiy muzliklar muzeyidamiz. Ya'ni biz hozir yer ichidamiz va bu yerda yozda ham, qishda ham havo harorati bir xil, -5, -10. Abadiy muzlik bu yerni hech qachon erimaydigan qismi, ya'ni uni qazish deyarli imkonsiz, chunki u doim juda qattiq, qolaversa muzlagan holatda bo'ladi. Yer tubi abadiy muzlik bo'lgani bilan uni ustiga 1-2 metrgacha bo'lgan qismi yoz faslida ozgina eriydi. Endi tasavvur qiling, yer mana shu qatlami yozda erib, qishda muzlab o'rgandan keyin bora-bora tuproq siljishni boshlaydi va uni ustida turgan binolar cho'kib qoladi. Xuddi mana bu garajlarga o'xshab. Bular-ku mayli garaj, lekin aholi yashaydigan ko'p qavatli uylar doim cho'kib boradigan tuproq ustiga qurilsa, yillar o'tib bularga o'xshab avariya holatiga kelib qolishi va hattoki qulab tushishi mumkin. Aynan shu sababli bu shaharda uylarni an'anaviy fundament ustiga qurish qat'iyan man qilingan. Shu sababli barcha uylar qoziq ustunli poydevorlarga quriladi. Yakutskda ularni dama-nanagah, ya'ni oyoqda turadigan uylar deb atashadi. Yer bilan pol orasidagi bo'shliq bo'lsa, tabiiy ventilyatsiya vazifasini bajarib, bino poydevorini mog'or va chirishdan himoya qiladi. Barcha uylar qoziqlarning ustida qurilganligi sababli bu shaharga podvol degan narsa umuman begona. Ya'ni uylarni, domlarni tagida podvollari umuman yo'q.
va kanalizatsiya quvurlari ham yer tagidan o'tkazilmagan. O'zi istalgan kommunikatsiyani oladigan bo'lsangiz, yer tagidan o'tkazilmaydi va barchasiga o'sha yer ostidagi abadiy muzlik sababchi. Quvurlarda ichimlik suvi bor, lekin paradoks, u ichishga yaroqsiz. Shu sababli ichimlik suvini aholi yoki sotib olib, yoki daryo muzini uy sharoitida eritib, yoki mana bunaqa maxsus suv tarqatish punktlaridan olib ichishadi. Bunaqa punktlarda suv yer ostidagi maxsus muzlamaydigan rezervuarlarda saqlanadi. Hozircha tekin. Mayli, xayr. Binolarda haroratni saqlab qolish uchun 2, ba'zida 3 talab eshik qo'yishadi. Haroratni yanada samarali ushlab qolish uchun ba'zi katta binolarda eshiklarni bir-biriga diagonal bo'ylab joylashtirishadi. Bunaqa ekstremal sharoitda yashaydigan insonlar ishonchli uy qurish qanchalik muhimligini allaqachon tushunib yetishgan. Murad Buildings tomonidan qurilgan xonadonlarda siz istalgan sharoitda, istalgan ob-havoda o'zingizni ishonchli, xavfsiz va qulay his qilishingiz mumkin. To'g'risi, ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Reklamani qilish uchungina qilaman, lekin mana shunga o'xshagan kompaniyalar bilan missiya va qadriyatlarimiz to'g'ri kelgani uchun ham mazza qilib ishlayman. Ishonch uchun rahmat. Havo harorati -40 dan past. Ertalab soat 7 va bu yerda mana shunaqa morjlar haftada 1 marta, 2 marta badanni chiniqtirish uchun mana shunaqa ruscha aytganda prorivlarga tushishadi. Bu juda ham sovuq. Bizning operatorimiz ham tushmoqchi. Farruh. Men to'g'risi tasavvur ham qilolmayman, bunaqa havoda qaraq qilib tushish mumkin. Mana hozir razminka qotganini ko'rishingiz mumkin. Ruhan tayyormisan? Да. Вам просто нырнуть туда бегом. Tushunishlik uchun men 5 qavat kiyinganman, lekin shunda ham muzlayapman. Lekin havo vosha juda ham sovuq. Глаза ни о чем не думают. Сразу раз решил, только действовать. Да. Сейчас я уже... Бурежи! Ой, да пошли меня! Есть ветер. Kuchli shamol bo'lsa, juda tez muzlab qolish mumkin. Suvning harorati taxminan qanaqa? Suv iliq, lekin 0 gradusdan ozgina baland. Chiniqish bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? 30 yildan oshdi. 30 yil? Ha, Oho! Mojlar hamjamiyati sovuqda chiniqish inson organizmi uchun foydali deb hisoblaydi. Ularning fikricha, harorat qancha past bo'lsa, shuncha foyda. Ular chiniqqan eng past harorat -58 daraja bo'lgan ekan. Qalaysizlar? Rahmat, yaxshi. Yaxshimi? Ha, Sovuq emasmi? yo'q, yo'q. Qachon maktabga bormasa bo'ladi? Shanba va yakshanba kunlari. Yo'q, qanaqa haroratda demoqchi edim. -45-40 darajada. Tushunyapsizmi? Hatto -44 daraja bu shahar bolalariga maktabga bormaslik uchun yetarlicha bahona bo'la olmaydi. Maktablarda hattoki aynan qaysi haroratda nechinchi sinf o'quvchilariga dars bekor qilinishi bo'yicha jadval bor.
Ko'rib turganingiz dunyodagi eng sovuq bozor. Maktabdan farqli o'laroq bu bozorda ish -50 darajada ham qaynab turadi. Bozorda asosan go'sht mahsulotlari sotilishiga qaramasdan, unda bir dona ham muzlatgich ishlatilmaydi va buni sababini endi tushuntirishga hojat yo'q. Ko'rib turganingizdek, hamma mahsulotlar shundoq ham tosh holatda. Bu bozorda absolut hamma narsa tosh ko'rinishida sotiladi. Baliq bo'ladimi, mol go'shti bo'ladimi, yoki bitta e'tibor bersanglar, sakkizoyoq va shunga o'xshagan boshqa dengiz mavjudotlari bor. Mana bularning hammasi muzlagan holat. Yakutlarning milliy taomi hisoblanadigan straganina, ya'ni xom, shunchaki yaxlatilgan holatda yeyiladigan baliq, 10 kilogacha keladigan nelma balig'i, ot go'shti, bug'u go'shti, quyon go'shti va boshqa ko'plab delikateslarni aynan shu bozordan topishingiz mumkin. Bozorchilar necha qavat kiyinishi va bu yerda ishlaydigan o'zbekistonlik hamyurtimiz haqida Instagram sahifamdagi Reels'da ham ko'rishingiz mumkin. Bu dunyodagi eng sovuq bozor. O'tgan sababdan kelganimiz yetish vaqti keldi menimcha. Dunyodagi, meni shaxsiy subyektiv fikrimcha, ikkita eng qiyin kasb ko'rsatmoqchiman. Lekin bu haqida keyingi ko'rsatuvimizda. Keyingi ko'rsatuvimizda siz hatto mavjudligini bilmagan, lekin dunyodagi yagona va eng mashaqqatli hisoblangan kasb haqida hikoya qilamiz. Ko'radigan va eshitadiganlaringiz sizni mana shu o'lka havosidek muzlatib qo'yishi aniq. Dunyoqarashingiz kengayishda davom etib, biz yashab turgan yer sayyorasi qanchalik ko'p qirra ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi ko'rsatuvlarimizni o'tkazib yubormang. Kanalga obuna bo'ling.